Assalamu alaikum aziz obunachilar. Sultan kafesinin yanında 2 etajdagi ikinci etajda 2 xonali kvartiramiz sotuvga chiqdi. Manzara ajoyib, lokatsiyasi zo'r joyda. Sultan kafening yanında. Shu domda inang azizlar. Pulam ajoyib, videoni yaxshilab ko'ramiz. Uy egasining nomerlarini qoldiramiz azizlar. Sizlar ham uyingizni oson sotish bo'lsa, reklama berish uchun murojaat uchun 94'lik 880 32 23'e müracaat alsasla bo'ladi azizlar. Yine iş orada yine. Ana endi hozir uyning ichini ko'ramiz. Yine ikkinchi etajdan chiqib keldik yine. Ajoyib. Eshiklar ham zo'r. Bismillahirrahmanirrahim. Keyingi planovkasini tushuntirib o'tamiz. Spalnyasi, zali, kuxnyasi va sanuzeli. Azizlar, sizlar ham uyni oson va tez sotishni xohlasangizlar, reklama uchun 94'lik 880 32 23'e murojaat qilaverasizlar bemalol. Bu joyim, bu xonamiz ham chiroyli bo'ylardan chiqqan, patologlar ham bitgan. Eshikdan ham, oynadan ham perdeler bu ayna azizlar. Uy egasining nomerini yozib qoldirdik azizlar. Bemalol telefonlashaverasizlar. Bu xonamiz ham chiroyli bo'ylardan chiqqan bu. Plastik ramlarning oynalar. Ve sanuzelini görüp chiqamiz azizlar. Barcha jihozlari bu sanuzellar. Ne Wi-Fi'lar ham o'tgan ekan azizlar. Azizlar, bizada Instagram, YouTube orqali tez va oson sotasizlar. Murojaat uchun 94'lik 880 32 23 raqamına murojaat qilsangizlar bo'ladi uyingizda.